Ko'z yoshi hamisha nurg'un qimmatli ma'nolarga ega. Ilgirki videolarda biz odamning nima uchun yig'laydiganligini muhokama qilgan edik. Undaqda ko'z yoshi biz uchun yana qanday texnik mo'l ahamiyatga ega. Hozirgi zamon ilm-fani ko'z yoshining yosh bezidan hosil bo'lganligini burunla isbotlagan. Lekin qadimgi zamonda kishilarning ko'z yoshi bo'lgan qiyosiri tasavvur kuchiga to'lgan bo'lib, eng dastlabki bir necha asrda kishilar ko'z yoshining yurakdan kelganligiga ishongan. Ba'zi bir afsonalarda sifatlaganda ko'z yoshidagi yurakning materiali ziyon uchraganda so'ning qo'shimcha mafsodiga aylanganligidan bo'ladi degan. Shuningdek keyin Gipokrat davrida kishilar ko'z yoshi mong'ida paydo bo'ldi deb qaragan. O 7-asrda intayin bir moda qarash bor edi. Ya'ni hissiyat. Bo'libmi muhabbat yurakni isitadi. Shuning bilan temperaturani to'g'rilashga ishlatiladigan sopari paydo bo'lib, yurakda paydo bo'lgan sopari manga o'rlab, ko'z atrofida qatishib, eng oxirida ko'z yoshi shaklida ko'z chanaqidan eq chiqadi deb qaraydi. Garchi bu qarashlar bir taraflama bo'lsa-mu, lekin shuni ko'rib olishga bo'ldiki, kishilar nurg'un mo'l hissiyatni ko'z yoshiga bog'lagan. Hamda ko'z yoshi bilan muhabbat qilib romantizmning munosabatini bog'lagan. Sinchiq saloni ilgari videoda tilg'algan insonlarning ko'z yoshini 3 turga bo'lishga bo'ladi. Asos ko'z yoshi, qaytgan ko'z yoshi va hissiyat ko'z yoshi. Qayg'urish, nomus qilish, uvalchilik, xushallaq, qanoatlanish, ta'sirlanish qatorliq hissiyotlarning hammasi bizni yosh to'kkizadi. Lekin biz yig'ilishni muzokara qilganda nima uchun oldi bilan eslaydiganimizdan ko'pinchisi salbiy kayfiyat bo'ladi. Professor Wenger Xotis 2014-yilda qatnashgan butunlik tadqiqot dokladida u yosh to'kish insonlarning o'ziga bo'lgan tasallisi. Boshqacha aytganda, yosh to'kilish bizni texnik yaxshi tuyg'uga erishtiradi deb qaragan. Biz buni ko'z yoshi qayg'uning simvoli emas, balki badanning o'zini qo'g'dashga jiddiy inkosi deb tushunsak bo'ladi. Uningdan boshqa ko'z yoshining o'zining ijtimoiy iqtidori bor bo'lib, tug'ilganlar iqtidori to'liq bo'lgan hayvonlar bilan selishtirganda insonlar shu qadar ojiz bo'ladi. Bolalarning yig'lashdan boshqa sirtqi shaylarga taqobil tura oladigan hech qanday iqtidori bo'lmaydi. Ko'z yoshi bizga o'zimizning qanchalik ojiz ekanligimizni tushuntirib beradi. Ojizlik bo'lsa insonlar orasidagi munosabatni barpo qilishdagi muhim omil. Boshqalarning kayfiyati bilan o'zimizning kayfiyatida hayajonlanish ko'rilganda cho'mondagi qo'zg'aldigan o'rin o'xshash bo'ladi. Tadrijiy taraqqiyot nuqtasidan qaraganda, balki ma'lum mezgilda ko'z yoshi rezonansga uchragan va o'rtaq hissiyat paydo qilgan vaqtdagi istixiyalik hosilot bo'lishi mumkin. Amaliyotda kayfiyat sababidan yig'lash iqtidori hamda buniga inkos qaytarish insonlarning intayin muhim tug'ma tabiati. Janubiy Florida universitetining psixologiya professori Jonas Rotenberg mundaq deb ko'rsatdi. Yig'lash o'zingizga boshqalarga nisbatan bir xil signal. Bu ba'zi narsalarni vaqtincha sizning bartaraf qilish iqtidoringizdan olib ketganligini tushundiradi. Nurg'un kishilarning nazarida ko'z yoshi ojizlik, qo'rqinchliq deganlikdan darak beradi. Hatto nurg'un o'g'il bolalar kichikdan tartibda ko'z yoshi qilsang bo'lmaydi deb tarbiya olgan. Lekin ko'z yoshi qilish intayin normal bo'lgan fiziologik tasalli berish usuli. Biz ko'z yoshi qilishga muhtoj. Ko'z yoshi qilish orqali yordamga ehtiyoj bo'lgan uchurni ifodalaymiz. Jiddiylashgan qalbimizni bo'shatamiz. Bizning texnik ko'p go'zal shaylar bilan o'rtoqligimiz paydo bo'ladi. Jiddiy yuqori bosimli jamiyatda zo'r bo'lganda puxodan chiquvchi yig'ilishning o'zimi xeyli yaxshi ish hisoblanadi. Undaqda siz bu masalaga qanday qaraysiz? Sinchiq salonining bu son mazmuni mushara yaqbashdi. Agar sinchiq salonining mazmunlarini yoqtirsangiz, ham sinchiq salonining taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchiq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchiq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchiq.